Rishtonlik futbol muxlislari uchun ajoyib yangilik. Zeroki farzandini Mirjalol Qosimovdek, Temur Kapadek o'zbek futbol afsonasiga aylanishiga, qolaversa hozirgi futbol yulduzlari Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, qolaversa Oston O'rnevdek mashhur bo'lishni istaganlar uchun mana Rishton tumani 27-o'rta umumta'lim maktabida Nosir Junior futbol maktabi o'z ishini boshladi. Zeroki bu endi afsona emas, bu ayni haqiqat. Farzandingizni olib kelib ko'ring, oradan yillar o'tar va farzandingiz futbol yulduzi bo'lishiga biz ishonamiz. Bugungi lavhamiz mana shu haqda. Millionlar o'yini futbol yurtimizda yildan yilga rivojlanib borayotgan ayni haqiqat. Yoshlarimizni turli yoshda Osiyo chempionlari bo'lishida, asosiy terma jamoasini esa Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadigan 2026-yilgi mundialda ishtirok etishi so'zimizning yaqqol isbotidir. Ayniqsa, viloyatimizda sportning shu turiga e'tibor diqqatga sazovordir. Bolalar uchun futbol akademiyasi tashkil etilishi esa farg'onalik futbol ishqibonlarini quvonchiga quvonch ulashdi. Nosirbek Otaqo'ziyev, Rushana Safina, Muhammadqodir Hamraliyev, Asalxon Aminjonova yurtimiz sharafini himoya qilayotgan ushbu futbolchilarimiz asl Roshidon farzandlari. Mana shu kichkintoylar singari 7 yoshda xuddi shu o'yingohda futbolni ilk ko'nikmalarini olishgan edi. Mana yillar bir-birini quvalab, yuqoridagi barcha nomlar zikr etilganlar o'yinlariga shoda oltin, kumush va bronza medallarni burkadi. Assalomu alaykum. Mana shu Nosir Junior tashkil qildik. Endi o'zimiz ham futbol o'ynaganmiz. Birinchi ligada o'ynaganmiz, ikkinchi ligalarda. Shu yoshlarimizni o'sha kelajakda yaxshi futbolchi bo'lish uchun mana shu 27-maktabga Nosir Junior degan klub ochdik. Xudoga shukr. Endi bundan bag'i hammamiz yaxshi niyatda. Shu bolalardan endi mashhur futbolchilar chiqarishga astoydil bo'lamiz, xudo xolasa. Niyatimiz shu. Menga qarab shu maqsad shu. Ko'pchilik o'zimizda Rishtondagilar taniydi. Shuning uchun hammasi kelib o'sha telefon qilishib, biz ham borsak bo'ladimi, necha yoshdan olasiz, shunaqa ko'pchilikni taniydi bizni. Shuning uchun o'g'limni oling, jiyanni oling deb telefon qilishib ko'payib ketdi. Ham bo'ladi, xudo xolasa. Men bu futbolga kelib Nozim domlada o'qiyman. Katta bo'lsam futbolchi bo'laman. Okay. Shomurodovga o'xshab, Abduqodir Husanovga o'xshab O'zbekistonda bayrog'ini ko'taraman. Abduqodir Husanov, Manchester City. Maqsadim katta bo'lib, yaxshi odam bo'lishim. Men Zaylobiddinov aslida hozirda Nozim domlada futbolga kelaman. Hozir bizning klubimizda nomi Nosir Junior bo'ladi. 6 yoshdan 12 yoshgacha hamma kelaveradi. O'sha maqsadim shu katta bo'lsam futbolchi bo'lib, O'zbekistonda jahon chempionatlariga olib chiqaman. O'lchamni Instagramdan ko'rib olib keldik. O'zimizda Nosir akamni to'garaklari ekan, Nosir Junior. O'rgatishlari yaxshi, domla yaxshi o'rgatishyapti. 2-3 kunda ancha futbolda nimalarni o'rganishdi. Rahmat, trenerlari yaxshi o'rgatishyapti. Yaxshi, hamma narsalari bor. Menga ma'qul. O'lcham yaxshi o'rganyapti. Sog'lom bo'lishini istayman, shuning uchun Nosir Juniorni tavsiya qilaman kelishlaringizni. Endi albatta zo'r klublarda to'p surishni istaymiz albatta. Kelajakda yaxshi futbolist bo'lib ketsa ajab emas. Endi birinchi maqsad o'g'ilcha sog'lom bo'lishi. Shuning uchun olib keldik. Oradan kunlar, oylar, yillar o'tadi. Vaqt soat kelib, siz ko'rib turgan bolajonlardan kelgusida yana Mirjalol Qosimov, Abduqodir Husanov, Eldorbek Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev singari futbolchilar chiqishlariga shubhasizdir. Mana o'zingiz ko'rdingiz, mana shu bolajonlar vaqt soat kelib o'zbek futbolining afsonasiga aylanishi shubhasizdir. Zeroki farzandni sog'lig'ini o'ylaganlar uchun, kelajaklarini o'ylaganlar uchun Nosirbek Junior futbol klubi doimo siz bilan. Sherzod Sidiqov, Asrojon Tolibjonov, Faxrijon Ahmadjonov maxsus Rishton tumani hokimligi axborot xizmati uchun Rishton tumanidan